pul qobiliyatga keladi. Misol uchun siz $1000 topayotgan bo'lsangiz, pulingizni yo'qotsangiz, ozgina vaqt o'tib yana shu daromadga chiqa olasiz. Misol uchun siz bo'lim boshlig'i bo'lib $1000 ishlayotdingiz, ishdan bo'shatildingiz va boshqa joyga bordingiz, sizni bo'lim boshlig'i qilib olishmayapti. $1000 sizga boshida hech kim bermaydi. Siz bo'lsa bunga rozi bo'lmayapsiz. Mana shu noto'g'ri narsa. Agar siz boshida mutaxassislikdan boshlasangiz, $500 ga boshlasangiz, 3-4 oyda sraz yana $1000 ga chiqa olasiz. Chunki sizda qobiliyat bor edi. Misol uchun pravaga o'qidingiz, mashina haydab yuruvdingiz, keyin mashinangizni sotib oldingiz, 1 yil mashina haydamadingiz. Keyin yana mashina olmoqchisiz. O'shanda yana pravaga o'qimaysiz-ku, o'sha o'rgangansiz. Xuddi shunaqa odam $1000 topayotgan bo'lsa yoki $10,000 topayotgan bo'lsa, orada pulni yo'qotsa, yana 3-4 oydan keyin sraz yana o'sha $10,000 ga chiqa oladi. Chunki unda qobiliyat bor edi.